do'stlar, meni Liga Derma saytim shunaqangi zo'r sayt bo'lyapti. Inshaalloh, ya'ni ideyalarim juda ko'p buning ichiga. Xo'p, bitta ishlab chiqyapmiz. Qaranglar, bu magazinimda polni produktlarni ko'rib chiqib xarid qilsanglar bo'ladi. Uylarda o'tirib korzinkalarga solasizlar, sotib olish qilib pulni tushirganinglardan keyin primoy o'zimizga tushadi. Hech qanaqa bir yolg'on narsa yoki mashinaliklarga tushib qolmaydi inshaalloh. Bu yerdan to'langan to'lovni tekshirib o'zimiz javob beramiz. Har bitta mahsulot vaqtida yetib boradi. Endi plyus yana bunga kupang, olivionlar qo'shilgan. Juda ko'pchilik Primoy Koreyadan menga zakaz qilishni o'rgating deydi. Endi bemalol o'zimizni shu saytimizdan foydalanib, biz magazinimizda bor narsalar Liga Dermani ichida turadi. Kupangdan nimadir sotib olmoqchi bo'lsanglar, kupangda endi qo'shyapti. 1-2 kunda qo'shilib qoladi, xudo xolasa. Endi olivion qizlar, oliviondagi hamma mahsulotni Primoy men saytimda xarid qilsanglar bo'ladi. Koreyan olivionni bilasizlar, hamma taniydi. 100% originalistik olivion idishlarigacha men javob beraman. Xo'p, kelgandan keyin har bitta mahsulotingiz ko'rsatilib, bir haftaning ichida jo'natilinadi. Bir haftadan oshib ketmaydi inshaalloh. Tez borsa 3 kunda ham borishi mumkin. Xohlagan narsa ko'ryapsizlar. Olivionda nimalar bor? Attirlar olasizlarmi? Antiperspirantlar olasizlarmi? Hamma narsani olasizlar. Xohlagan narsalar ko'rib chiqib, o'qib chiqib, o'rganib chiqib, ichiga kirsanglar, mahsulotlar rasmlari birga bir xil keladi. Endi xarid qilganinglardan keyin to'lovlarni qilasizlar, chekda jo'natasizlar, tasdiqlanadi cheklar, xarid qilinadi, mahsulotingiz keladi. Birma-bir o'zim tekshirib yuboraman. Hech qanaqa sanaq defekt bo'lmaydi inshaalloh. Jo'natganimizdan keyin kargosi qancha? 300 grammlik narsangizni 300 grammga to'laysiz. 200 grammga to'lab, avvalroq O'zbekistonga borgandan keyin butun O'zbekiston bo'yicha viloyatlarga dostavka qilib beramiz. Xohlagan narsalarni Primoy Oliviondan o'tirib olsanglar bo'laveradi. Zo'rab, inshaalloh kupangda ham hamma narsasi qo'shiladi. Koreyaliklar nima ishlatsa shu narsani endi o'zimdan zakaz qilib olsanglar bo'ladi.